Bahorgi London sayohat dasturimizga bir vaqtning o'zida 8 ta qatnashuvchimizga viza berilganligi to'g'risida xabar oldik. Ko'rsanglar bo'ladi, mana xudo xolisa. Xo'p, birinchi qatnashuvchimiz Muhammad Ali. Vizalari 13-martdan 14-sentyabrgacha viza berilgan. Bu birinchisi, mana ikkinchisi qatnashuvchimiz, uchinchi, eng asosiysi mana bu 8-qatnashuvchimizga e'tibor beringlar. Safiya, Rossiya fuqarosi. Bularga viza berilgan 13-martdan 13-sentyabrgacha. Xudo xolasa 20-martda uchib ketamiz. Qatnashuvchilarimiz borib Londonda haqiqiy ingliz muhitida, ingliz darslari, shinam mehmonxonalari va eng qiziqarli eksklyuzivniy ekskursiyalarga London, Oxford, Cambridge shaharlariga sayohat. Agar dasturimizga ulgurmagan bo'lsangiz, xavotir olmang, yozgi qabullarimiz уже ochildi. Tezroq bizga aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa sizlar ham yozgi lager London sayohat dasturiga qatnashishingiz mumkin. Salomat bo'linglar.